Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuniga juma. Hamma juma yomini tabriklaymiz akalar. Bugungi video syomkamizda sizlarga mana yangi partiyada qo'ylarimiz ketdi. Ashlar osonchilar, syomka qilib qanaqalari keldi akalar, birgalikda tomosha qilamiz. Sizlardan so'rab qo'yganlarimiz akalar. Albatta bir dona like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab chiroyli kommentariyalar yozib tursangiz akalar, chiroyli qilib syomka qilishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'layotgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar, chiroyli qilib syomka qilib beramiz akalar. Charchagan kevolarni tushunibsizlar? Qanaqalari keldi bugun? Soliqlar o'tgan bo'ldi. Hammasi soliq, Ha. Hammasi soliq. 60 bosh soliq keldi. 60 dona soliq. Ishshay chori. Birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin yo'q. Birinchi, ikkinchi qoringa akalar. Birga tomosha qilamiz, like bosib, albatta so'rab bo'lib tadbir qilib turasizlar. Qo'yga qiziqqan akalarimiz uchun gruppalarga, qo'y so'raganlarga, toza qo'chqor va hamda soliq so'raganlar video tadbir qilib jo'natib turamiz. Chiroyli qilib tushirib ko'rsatib beramiz. Birinchi qorin, ikkinchi qoringa bo'g'oz soliqlarimiz ketdi. Hurmatli obunachilar, haqiqatda mana rangiga, sifatiga o'zlaringiz ahamiyat berar ekansiz. Soliqlar o'ta ham go'zallari ketdi mana. Sifatiga til ojiz deydi. Sifatiga til ojizlari ketdi. Hurmatli obunachilar, mana yana soliqlar. Ko'pchilik obunachilarimiz shunaqalaridan so'rayapti o'zi, tozalaridan. Hozirda ham elbet haqiqiy elita birinchi sortlarida qo'yiladi. Sorini tozasidan, birinchi sortidan kelsa ayting deyishyapti. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga 5 ta bas 10 ta, son 60 dona. Soni 60 ta. 60 bor. Ichida qo'chqori ham bor ekan buni. Ha, qo'chqori ham bor. Ichidagilar qo'chqori ham bor ekan, to'g'risi. Mana, baqaga. 4 ta elbet. Qo'ydi. Qo'ydanigan odam bittada biladi. Ikki yurib kelyapti elbet bu qo'y. Yarim yurib turibdi. Charchoq holatda ko'rsatyapsiz aka. Ikki yurib kelyapti. Yana bola ham bormi bitta? Yana qo'ylarni qaranglar, olib ko'ring. Gardillashini qaranglar, bu sifatini ko'ringlar. Ya hozir bularni ko'zni qamashtirib yozganim. Mana. Yoshini ko'rsat. Yosh qani? Nima deyapti? Uzmabmi? To'qli elbet hali. To'qli. Birinchi qorin hammasini. Elbet. Hammasi naqd bo'g'oz, a? Hammasini. Hammasi naqd bo'g'oz so'raladi ekan. Xo'p, qo'chqori nechta bitta? 10 ta qo'chqori bor, 10 ta 12 ta elbet. 10 ta 12 dona yana qo'chqori bor ekan. Xo'p, bu yerda tovlanar ekan, Ular yemagan dasht soliqlar elbet. Nima deyapti elbet? Pishagan qaranglar mana. Pishaganmi? Yoshidan hurmatli obunachilar, qo'y qilib olsalar ham mana tavsiya qilamiz. Eng qo'yni zo'r tozasini boqaman deganlarga mana bugungi videomizda hamma qo'ylardan yana sizlarga tavsiya qilib qo'yamiz. Shu yoshidan, tozasidan qo'y qilib 5 yil, 10 yil qo'y qilib ko'paytiraman degan akalarimizga mana tavsiya qilib qo'yamiz. Qo'ying aka. Mana, akalar mana. Nima deyapsiz? Ustini ko'ryapsizmi? Elbet. Shir bo'lib turibdi. Go'ngi kirib ketgan. Mana bu yonidan ko'rsatamiz-da bunaqalar mana. Bari bunaqada elbet. Bunaqalarini balchiqning ichiga tiqib qo'ysangiz ham tillo ko'rinaveradi elbet. Haqiqiy tillo oladi. Axlat ichida ham tillo deydi. Mana aka. 12 ta qo'chqorda ham elbet vaqti sifatlar. 12 dona qo'chqori bitta. 12 dona qo'chqori bor ekan. Hozir telefon qilsalaring. Telefon qilsalaring, отдельный video Telegramda tashlab berishaveradi. Tillo Qo'chqorni qaranglar. Bu qulog'ini yaqindan ko'rsatib qo'ying. Qulog'ini ko'ryapsizmi? Qulog'i ajoyib ekan, a? Ajoyib quloq. 12 ta mashina qo'chqori bor, a? 12 dona shunaqa qo'chqori bor ekan. Hurmatli obunachilar, mana qo'ralar qamagan, kirgizilmayapti. Qo'chqorlarni ham xudo xolasa sizlar ajratib ko'rsatib qo'yamiz. Agar tavsiya qilamiz, kelaverasizlar.
kelib bemalol tanlab qanaqasi kerak bo'lsa bemalol olib ketish imkoniyatiga egasi. Mana yurishlar yani. Hurmatli obunachilar, mana solig'ini soliqqa, qo'chqorni qo'chqorga qilib ajratib qo'yildi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishlari ham mumkin. Qolgan variantda qo'chqor so'raganlar qo'chqor, soliq so'raganlar soliqlar bor ekan, mana. Rangiga bitta baho berishimiz albatta. Hurmatli obunachilar, keyingi syomkalarni ko'rsatib olamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana qo'chqorlarni ham ajratib qo'ydim. Ekran nomini qoldirib, bemalol telefonga aloqaga chiqib kela olasizlar.